Asal orqasini o'girgancha deraza yonida turardi. Garchand uning yuzini ko'rmayotgan bo'lsam ham iztirob chekayotganini va ko'zlarida yosh miltirab turganini sezdim. Unga juda rahmim kelib ketdi. Yuragim ezila boshladi. Bilasanmi Asal, men senga bir narsa aytmoqchi edim, deb gap boshladim jur'atsizlik bilan. Shuni aytmoqchimanki, nafasim bo'g'zimga tiqildi. Ortiq so'zlay olmadim. Qilgan gunohimga iqror bo'lishga yuragim dov bermadi. Yo'q, u mendan buni hech qachon kutmagan. Ayta olmayman, unga rahmim kelgandi, ammo bekor qilgan ekanman. O'sha daqiqada o'zimni o'zim yenga olmadim. Biz ehtimol bu yaqin orada sizlarnikiga ovulga bora olmasak kerak, deb gapni boshqa yoqqa burdim. Keyinchalik vaqt soati bilan borarmiz. Hozir bundan ko'ra zarurroq ishlar bor. Xo'p, mayli, keyinroq borarmiz. Shoshadigan joyi yo'q, dedi Asal va ko'z yoshlarini artib oldimga keldi. Hozir u haqida o'ylamay qo'ya qoling, Ilyos. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshisi, o'zingizni o'ylang. Juda o'zgarib qoldingiz. Sizni hech tushuna olmay qoldim, Ilyos. Xo'p, bo'pti, deb uning gapini bo'ldim. Yuraksizlik qilib qo'yganimdan jahlim chiqib charchaganman. Uyqum kelyapti. Men yolg'on yashik so'zlarni yanada ko'proq gapirib qo'ymaslik, oradagi sof sevgi ko'zgusiga dog' tushirib qo'ymaslik uchun tezroq yotib uxlashim kerak edi. Asal ham uni buni so'rab boshimni qotirib o'tirmasdi. Men voqealarni bir boshdan oqizmay tomizmay aytib bermoqchi bo'lib bir necha bor hozirlandim-u, biroq oradan vaqt o'tgan sari iqror bo'lishdan uzoqlasha boshladim. Bilsam, hammasining o'z mavridi, vaqt soati bor ekan. Kayfim tarqagach, bo'lib o'tgan voqealarni unga endi hech qachon ochiqchasiga gapirib bera olmasligimni tushundim. Nega bundayligini o'zim ham bilmasdim. Oradan bir kun o'tgach, qaytishda dovonning narigi tomonda Alibekni uchratib qoldim. U pritsep bilan kelayotgan ekan. Do'lan ishg'ol etilgan edi. Alibek meni ko'ra solib yurib kelayotgan yerida kabinaning o'ng eshigini sakrab tushdi-da, qo'l silkiy boshladi. Men tezlikni kamaytirdim. U yo'lda behad xursand va g'olibona turardi. Salom Ilyos, bu yoqqa chiq, chekishamiz, deb qichqirdi u. Men unga yaqinlashib tormoz berdim. Alibekning kabinasida yoshgina yigitcha, ikkinchi shofyor o'tirardi. Mashinaning g'ildiraklariga zanjirlar o'rab bog'langan, pritseplarda pnevmatik tormoz. Buni men darhol payqagan edim, biroq to'xtamadim. Menga juda alam qilgan edi. Uddasidan chiqibsan, qoyil, lekin meni tinch qo'y. To'xta, deb Alibek orqamdan yugura boshladi. Ishim bor. To'xta Ilyos. Shayton, senga nima bo'ldi? Xo'p, mayli, o'zing bilasan. Men mashinani tezlatdim. Qichqirma. Bizning bir-birimizdan hech qanday ishimiz yo'q. Mening ishim allaqachon rasvo bo'lgan. Yaxshi qilmadim. Eng yaqin do'stim Alibekdan ajraldim. Axir u haq edi. Hamma narsada haq edi. Buni endi tushunib yetdim. Ammo o'sha paytda men qanchalik umrimni sarflagan narsaga u alam qilarli darajada juda tez va juda oddiy yo'l bilan erishganligini kechira olmasdim. Alibek chuqur mulohazali va jiddiy yigit edi. U hech qachon dovonga menga o'xshab partizanlik qilib bormasdi ham. Bunaqangi harakatlar uning tabiatida yot edi. Uning kuch-quvvati, e'tibori ham xuddi mana shunday edi. U mashinani sherik bilan birga haydab to'g'ri qildi. Ular mashinani yo'lda navbatma-navbat haydashlari, dovonni yangi kuchlar bilan qo'lga kiritishlari mumkin edi. Dovonda hal etuvchi narsa motor, iroda va inson qo'llari. Buning ustiga Alibek bilan sherigining manzilga borib kelishda bekor ketadigan vaqti
deyarli 2 marta qisqarar edi. Bularning hammasini u hisobga oldi. Mashina kompressoridan pritsepga bir vaqtda harakat qila oladigan tormoz o'rnatdi. U eng oddiy narsani, zanjirlarni ham unutmadi. Ular bilan oldingi g'ildiraklarni tang'ib qo'ydi. Xullas, u faqat ura qichqirig'i bilan emas, balki shay bo'lib, to'la qurollangan holda dovonga hujum qildi. Ana shu yo'sinda do'landan mashinalar pritseplar bilan o'tadigan bo'lib qoldi. Alibekdan keyin dovondan boshqalar ham pritseplar bilan yurishga kirisha boshlashdi. Hammasi emas albatta, ammo odatdagidek har bir ishda ham asosiy narsa uning boshlanishida axir. Bu orada mashinalarning soni ham ortib qolgandi. Qo'shni avtobazadan yordam yuborishgandi. 1,5 hafta davomida kecha-yu kunduz Tianshan traktida mashinalarning guvillashi tinmadi. Xullas, qanchalik og'ir, qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, biznikilar xitoylik ishchilarning iltimosini belgilangan muddatda ado etishdi. Ularni uyaltirib qo'yishmadi. Men ham ko'pchilik qatori ishladim. Bularni endi hamma ishlar iziga tushib, oradan shuncha yillar o'tib ketgandan keyingina aytyapman. O'sha qizg'in kunlarda esa men egarda hali mustahkam o'tira olmas va hayot otini ham unchalik boshqara olmasdim. Dovon ortida Alibek bilan uchrashganimizdan so'ng avtobazaga kelganimda kech kirib qolgan edi. Yotoqxonaga qarab yo'l oldim, ammo yo'l-yo'lakay markaziy ko'cha tomon burildim. Yana choyxonaga, o'sha kunlarda mening hushdan ketguncha ichib o'lgudek mast bo'lgim, loaqal bir lahza bo'lsa ham hammasini unutib, toshdek qotib uxlagim kelardi. Men o'zimni zo'rlab bo'lsa ham juda ko'p ichdim, ammo aroq menga deyarli ta'sir etmadi. Men choyxonadan battar xafa bo'lib, g'azabim qaynab chiqdim. Tun yarmida shaharchada daydib yurdim va nima qilayotganimni o'ylab o'tirmasdan Bregovnaya ko'chaga, Hadichaning uyiga qarab qayrildim. U ham meni kutib o'tirgan ekan. Keyin ham ahvol ana shunday davom etaverdi. Men ikki olov o'rtasida qolgandim. Kunduzlari ishda, avtobazada qolgan kechalarim esa darrov Hadichanikiga yugurib qolardim. Oyog'im unikiga tortib turardi. U bilan o'zimni xotirjam va erkinroq his qilardim. U yerda go'yo o'zimdan, odamlardan va haqiqatdan yashiringandek bo'lardim. Nazarimda yolg'iz Hadichagina meni tushunadigandek va sevadigandek tuyulardi. Uyimga kelganimda esa iloji boricha tezroq jo'nab qolishga harakat qilardim. Asal, aziz asalginam, agar u o'zining oqko'ngilligi va sofligi bilan meni uydan tobora uzoqlashtirayotganini bilsa edi, u shu fazilatlari bilan meni tezroq ketish uchun bahona topishga majbur qilardi. Chunki unga munosib emasligimni, men uchun u qilgan barcha narsalarni o'zimning sazovor emasligimni ko'ra bila turib, bu yerda ortiq tura olmasdim. Men uyga bir necha bor mast bo'lib keldim, ammo biror marta ham ta'na qilmasdi. Hali hanuzgacha uning menga nisbatan shunday munosabatda bo'lganligini tushuna olmayman. Bo'shligi, irodasizligimi yoki aksincha o'ta bardoshliligi va insonga nisbatan ishonchi tufaylimi? Ha, u albatta mening o'zimni qo'lga olishimni, muvaffaqiyatsizliklar ustidan g'olib kelishimni va yana avvalgi holimga qaytishimni kutar. Bunga ishonar edi, ammo undan ko'ra meni koyigani, bor haqiqatni vijdonan aytib berishga majbur etgani yaxshiroq edi. Ehtimol Asal mening yuragimni o'rtab tirnayotgan narsalar faqat ishdagi ko'ngilsizliklargina emasligini bilganida mendan javob talab qilgan bo'larmidi? U shu kecha kunduzda mening hayotimda nimalar sodir bo'layotganini tasavvur eta olmasdi. Men esa unga juda achinardim. Yurak sirlarimni ochishni doim galga solardim. Natijada shu tahlilda ish ko'rish uning oldida, muhabbatimiz oldida, oilamiz oldida bajarishim lozim bo'lgan burchni ado etishga ulgura olmay qolardim.
So'nggi marta uchrashganimizda Asal meni quvonch bilan, shavq-zavq bilan kutib oldi. Yuzlari gulgun ochilib, ko'zlari tabassumdan porlar edi. U kalta po'stinim va etigimni yechmasimdanoq to'g'ri ichkariga sudradi. Buni qarang, Ilyos, Samad endi tippa-tik turyapti. Rostdanmi? Qani? Quvana, stol tagida. Polda emaklab yuribdi-ku. Mana, hozir ko'rasiz. Qani o'g'lim? Qanday turishingni dadangga bir ko'rsatib qo'y. Qani tura qol, Samad. Samad undan nima istayotganliklarini tushungandek bo'ldi. U stol ostidan quvonib emaklab chiqdi-da, kravat yonida to'xtadi. Uni ushlab zo'rg'a tikka turdi. U jilmayib, nozik oyoqlarda bir oz kalovlanib turdi-da, keyin o'shanday jilmaygancha gup etib polga o'tirib qoldi. Chopib borib uni quchoqlab oldim-da, badanidan yoqimli, sut hidi anqib turgan go'dakni bag'rimga bosdim. Xuddi asal kabi naqadar qadrdon va aziz edi bu hid. Sekinroq, Ilyos, nafas qaytib ketadi, deb Asal quchog'imdan Samadni tortib oldi. Xo'sh, endi nima deysiz? Qani endi yechining. U tez kunda kattakon bo'lib qoladi. Shunda oyisi ham ishga boradi, hammasi o'rniga tushadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, shunday emasmi, o'g'ilcham? Sizchi? Deb Asal kulimsirab, ma'yus ko'zlari bilan menga boqdi. Men stulga o'tirdim. U o'zining mana shu bir og'iz so'zi bilan so'nggi kunlar ichi aytmoqchi bo'lib yurgan, lekin aytolmay yurgan yuragida saqlab kelayotgan barcha gaplarni bayon etganini payqadim. Bu so'zlarda iltijo ham, ta'na ham, umid ham mujassamlashgan edi. Men o'sha ondayoq unga bor gapni so'zlab berishim yoki tezroq bu yerdan chiqib ketishim zarur edi. Yaxshisi keta qolay. U behad baxtiyor edi va hech narsadan shubhalanmasdi. Men o'rnimdan turdim. Men ketdim, dedim. Qayoqqa? Deya seskanib ketdi Asal. Bugun ham qololmaysizmi? Loaqal choy ichib olsangizchi? Ilojim yo'q. Ketishim kerak, deb to'ng'illadim men. O'zing bilasan, hozir ish juda qistov. Yo'q. Meni uydan haydayotgan narsa aslo ish emasdi, vaholanki yo'lga ertalab chiqishim kerak edi. Qorong'ida mashina yoniga kelib, kabina o'rindig'iga o'zimni gurs etib tashladim va alamimdan ingrab yubordim. Motorni yurgizish uchun kalitni o'z o'rniga tushira olmay ancha vaqtgacha timirskilanib o'tirdim. So'ngra yo'lga chiqdim. Derazalarda miltirab turgan chiroqlar orqada qoldi. To ko'zdan g'oyib bo'lguncha haydab bordim. Darada ko'prikdan o'tishim bilanoq mashinani yo'ldan chetga burib, butazorda to'xtatib, chiroqlarni o'chirdim. Shu yerda tunashga ahd qildim. Cho'ntagimdan papiros oldim. Gugurt qutisida bittagina gugurt cho'pi qolgan ekan. U lov etib yondi-yu o'chib qoldi. Papirosni ham qutichaga qo'shib kabina oynasidan uloqtirib yubordim. Boshimga kalta po'stinni tortib, oyoqlarimni yig'ishtirgancha o'rindiqda bukchayib yotib qoldim. Qop-qorong'i va bahaybat tog'lar ustida oy xiragina nur sochib turardi. Darada shamol hazin guvillaydi. Ochilib turgan kabina eshigini u yoqdan bu yoqqa tebratar edi. U shamolda ohista g'ijirlardi. Kabinada yotar ekanman, o'zimning butunlay yakkayu yolg'izligimni, odamlardan, oilamdan va avtobasadagi o'rtoqlarimdan ajralib qolganligimni hali hech qachon hozirgidek chuqurroq sezmagan edim. Bundan buyon bu taxlitda hayot kechirish mumkin emas edi. O'zimga o'zim so'z berdim. Safardan avtobasaga qaytib kelishim bilanoq Hadicha bilan gaplashaman. Undan meni kechirishini, ikkovimiz o'rtamizda bo'lib o'tgan hamma narsalarni unutishni iltimos qilaman. Shunday qilsam, vijdonan haqqoniy va to'g'ri ish bo'lgan bo'ladi. Biroq hayot bu fikrlarni boshqachasiga hal etdi. Men shunday bo'lishini hech qachon o'ylamagan va kutmagan edim.
Oradan bir kun o'tgach ertalab dovondagi bazaga yetib kelganimda uyda hech kim yo'q edi. Eshik lang ochilib yotardi. Dastlab Asal biror yoqqa suvgami, o'tingami chiqqan bo'lsa kerak deb o'yladim. U yoq bu yoqqa qaradim. Xonada hamma narsa ivirsib yotar, olov yoqilmagan, qora pechkadan qandaydir yoqimsiz sovuq urib turar. Uy huvillab yotar. Samatning karavoti yoniga bordim. Bo'm-bo'sh. Asal deb shivirladim dahshat aralash. Asal deb shivirlab aks sado berdi devorlar. Men eshikka o'qday otilib chiqdim. Asal deb qichqirdim hovlida turib. Hech kim javob qilmadi. Qo'ni-qo'shnilarnikiga yugurdim. Benzin kolonkaga chopib bordim. Hech kimda. Aniqroq javob ololmadim. Odamlarning aytishicha, kecha bolasini tanishlarinikida qoldirib, o'zi kun bo'yi qayoqqadir ketibdi va tunda qaytib kelibdi. Bu voqeadan xabar topib ketib qolgan, deb dahshatli xayoldan cho'chib ketdim. Umrimda hali hech qachon Tianshan tog'laridan mashinani o'sha men uchun baxtsiz bo'lgan kunlardagidek tez haydamagan bo'lsam kerak. Men nuqul qayerdadir anavi muyulishdan keyin yoki anavi darada yoki yana qayerdadir yo'lda unga yetib oladigandek bo'laverdim. Go'yo burgutdek parvoz qilib ketib borayotgan mashinalarni quvib yetardim va ularga yonma-yon kelib mashinaga tormoz berardim-da, kabina va kuzovlarga ko'z yugurtirib chiqib, shofyorlarning so'kish koyishlari ostida mashinani yana ilgari yeldirib borardim. Men shu vaziyatda radiatordagi suv qaynab ketguncha 3 soatlar chamasi mashinani beto'xtov yeldek uchirib haydadim. Kabinadan sakrab tushdim-da, radiator ustiga qor socha boshladim. So'ngra yo'l yoqasidagi pastlikdan suv olib chiqqani yugurdim. Suvni darhol qo'yib, radiatordan bug' ko'tarilar, mashina esa poygadan chiqqan otdek ufurardi. Rulga endi o'tirmoqchi ham edimki, Alibekning qarshidan kelayotgan avtoprisepiga ko'zim tushib qoldi. Quvonib ketdim. Garchi biz gaplashmay, salomlashmay yurgan bo'lsak ham, mabodo Asal ularnikida bo'lsa, baribir u buni menga aytishi kerak-ku. Men yo'lga yugurib chiqdim. Qo'limni ko'tardim-da. To'xta, Alibek, to'xta, deb qichqirdim. Rulni boshqarib borayotgan navbatchi yigit Alibekka savol nazar bilan qaradi. Alibek esa xo'mraygancha teskari burilib oldi. Mashina to'xtamasdan o'tib ketdi. Mashina g'ildiraklarida ko'tarilgan qor to'zoni orasida qolib, ancha vaqtgacha qo'limni ko'targancha turib qoldim. So'ngra yuzimni artdim. Mayli. Olmoqning bermog'i ham bor axir. Biroq hozir undan xafa bo'ladigan darajada emas edim. Demak, Asal ularnikiga bormabdi. Bu ko'nglimni battarroq g'ash qila boshladi. U o'z ovuliga ketgan bo'lsa kerak. Boshqa boradigan joyi yo'q. U ota-onasi oldida qay yuz bilan bordi ekan va nima dedi ekan ularga? Tezda ovulga jo'nashim kerak. Yukni tushirgach, avtobaza hovlisiga kirib o'tirmadim. Mashinani ko'chada qoldirib, hujjatlarni topshirish uchun dispetcherxonaga yugurib ketdim. Borayotib yo'lakda Jontoy bilan to'qnashib qoldim. Uning yonidan o'tib ketdim. U bo'lsa ortimdan jirkanch va hayosizlarcha tirjayib qoldi. Halloslab dispetcherxonaning tuynugiga boshimni suqdim-da, Hadichaning oldiga yo'llanmani tashladim. U menga g'alati qilib bir qarab qo'ydi. Uning ko'zlaridan qandaydir bezovtalik va o'zini gunohkorday sezayotganligi nogoh sezilib ketdi. Tezroq olsang-chi, dedim men. Biror nima bo'ldimi? Asal uyda yo'q, ketib qolibdi. Rostdanmi? Dedi ranglari oppoq oqarib ketgan Hadicha va o'rnidan turdi, lablarini tishlab, kechir meni Ilyos, hammasiga men deya boshladi. Nimaga menlab qolding? Tushuntiribroq gapirsang-chi, qani ayt barini, deb dispetcherxonaning eshigiga qarab otildim. Bularning hammasi qanday bo'lganini o'zim ham bilmay qoldim. Gaplarim rost, Ilyos. Kecha yo'lakda turuvdi. Qorovul tuynukcha
eshigini taqillatib, bir qiz kelibdi, seni so'rayapti, dedi. Qorovul uni bu yerga chaqirdi-da, o'zi chiqib ketdi. Men uni darhol tanidim. U jimgina menga tikilib qaradi. Shular hammasi rostmi, deb so'radi. Men esa dovdirab qolib qo'qqisdan, ha rost, hammasi rost, u men bilan birga, deb yuboribman. U cho'chib ketdi. Tuynukchadan boshini shartta tortib oldi. Men esa boshimni stolga shilq etib tashlagancha jinnilarga o'xshab meniki deb ho'ngrab yig'lab yubordim. U koridordan yugurib chiqib ketdi. Keyin uni ko'rmadim. Kechir meni. Shoshma, u qayoqdan bildi ekan? Jon Toy aytgan. O'sha, u menga do'q qilib yurardi. Uning ablahligini bilmaysanmi axir? Bilaman. Biroq bu gal haqiqatni aytibdi. Sen, Ilyos, bor, uni qidirib top. Men endi sizlarga xalaqit bermayman. Biror yoqqa bosh olib ketaman. Mashina meni qishki cho'l bag'ridan olib borardi. Yo'lni qalin, ko'kimtir muz qoplab yotar. Shamol qor uyumlarini yo'llarini tarab, ariq bo'ylaridagi qorlarni quyun qilib uchirib, o'zi bilan olis-olislarga olib ketardi. Uzoqdagi tog' etaklarida shamolda nuragan devorlar va yaproqlarni to'kilib ship-shiydam bo'lib qolgan ovul bog'lari elas-elas qorayib turardi. Kolxozga kechqurun yetib keldim. Mashinani menga tanish bo'lgan xonadon oldiga kelib to'xtatdim. Nafasimni rostlab olish uchun papiros tutatdim. So'ng uning qoldig'ini o'chirib tashlaganimda signal bera boshladim. Ammo asal o'rniga yelkalarga po'stin tashlab olgan onasi chiqdi. Men kabina eshigini ochib zinadan tushdim va sekingina "Salom, opa", dedim. "Ha, senmiding?" deb g'azab bilan javob qildi u. Qilar ishni qilib qo'yib, tag'in meni opa deyishga qanday tiling bordi? Yo'qol bu yerdan, basharang qursin. Sayyoq, muttaham, lo'li. Bolamning bosh ko'zini aylantirib olib qochar ekanda, yana uyalmay-netmay burnini tortib kelganini qara-ya, benomus. El yurt oldida sharmanda-yu sharmisor qilding. Kampir og'iz ochirgani qo'ymasdi. U meni og'ziga kelgan achchiq so'zlar bilan tinmay qarg'ar edi. Uning baqir-chaqirig'i eshitilib, qo'shni hovlilardan erkak ayollar va bolalar to'plana boshladilar. Xaloyiqni chaqirmasimdan bu yerdan tuyog'ingni shiqillatib qol. Basharang qursin, turqing, sira ko'rmayin. G'azabga to'lgan ona po'stinni yerga uloqtirib tashladi-da, menga tomon hezlanib kela boshladi. "Hoy, yaxshilikcha jo'nab qol bu yerdan", dedi allaqanday bir kishi yo'lga tomon qo'lini ishora qilib dag'dag'a bilan. Yo'lga tushishdan boshqa ilojim qolmagan edi. Axir meni asal hatto ko'rishni ham istamagandan keyin ketish kerak edi-da. Mashinaga tosh va tayoqlar otila boshladi. Bolalar meni ovuldan ana shunday haydab qolishdi. Nega shunday qilishdi ekan? Ehtimol ular meni bu kampirni haqorat qilib xafa qilgan deb o'ylashdimikan, yoki biror kallakesar deb o'ylashgan bo'lsa kerak. O'sha tunni ko'l bo'yidan uzoq daydib yurdim. Oy nurida jilolangan ko'l to'lqin urib o'zini qo'yishga joy topolmas, u issiqko'l mangu qaynoq ko'l edi. O'sha tun muzdek sovuq eding, iltifotsizlik bilan qarshi olgan eding. Men to'ntarilib yotgan qayiq ustida o'tirardim. Qirg'oqdagi sayozliklar sari o'rkach bo'lib yopirilib kelayotgan to'lqinlar zarb bilan etiklarimning qo'njiga urilar va pishqirib yana orqaga qaytar edi. So'ng allakim menga yaqinlashib keldi-da, yelkamga sekingina qo'lini qo'ydi. Bu Xadicha edi.